Assalomu alaykum mikendeshlar. Qutbandi kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Baymurod. Buyursa sizlarga Patkensk oblasti Lelek rayoni Razoq shahrini katta sentral yo'li bilan to'g'ri chiqib kelganida bu yoq tomonda mana aeroportda oldidagi bug'doy arpalarini polni obzor qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek bu yilda Razoq shahrida bug'doy arpalar yaxshi. Bug'doylarning balandligi 70-75-80 santimetrgacha, arpalarni balandligi 60-65-70 santimetrgacha. Do'stlar, sizlarga video yoqsa обязательно videoni ostiga kommentariyaga o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib, bir-birdan like bosib qo'shishni unutmangizlar. Do'stlar, musofir yurtida yurgan aka-ukalarimiz Razoq shahridagi bug'doy, arpa, biyda, sparsitlarni video syomka qilib chiqaring deb iltimos qiluvdilar. Shu aka-ukalarimiz talablariga binoan xudo xolasa Razoq shahrining yaylovlaridagi bug'doy, arpa, sparsitlarni ham cho'tka qilib video syomka qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, shunday mana jaylovdan kiraverishida cho'ng tuyalar dag'i bor, kelib tomosha qilib, baldar bilan es olib ketsangizlar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga jaylovdagi sparsit, arpa, bug'doylarni dag'i so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, hozirgi paytda mana yaylov ichidagi sparsitlar ham bo'yi, balandligi 90-95 metrgacha ham bor. Bu yilda yaylov ichidagi sparsitlar yaxshi bo'lgan. Xudo xolasa arpa, bug'doylarni ham sizlarga cho'tka qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga dag'i bir so'nijanglikda aytib o'tamiz. Jaylovdan ichida shunday mana toza bal asaldar dag'i bor. Sizlarga dag'i so'nishlab ketadim, kelib shu yerdan toza bal asaldarni arzon bahada o'zingizlarda uy bulangizlarga sotib olib ketsangizlar bo'ladi. Do'stlar, sizlar Razoq Humida kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Agar sizlarga videomiz yoqsa, bir-birdan like bosib, videoning ostida kommentariyada o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, bu yoq tomonda mana yaylov ichida bug'doylarning ham balandligi yaxshi. 80-85-90 santimetrgacha bor. Hozirgi paytda mana ko'm-ko'k. Do'stlar, hozirgi uchurda bu yoq tomonda mana sparsitlarni ham urishni boshladilar. Bu yilda yaylovda sparsitlar juda yaxshi bo'lgan. Do'stlar, yaylov yana bir foydali tomoni, mana shunday mana yaylovda salqinda kartoshkalar ham yaxshi bo'ladi. Hozirgi paytda mana kartoshkalar ham gullashni boshladi. Do'stlar, sizlarga bizning videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, obязательно bir-birdan like bosib, ushul videoni musofir yurtida yurgan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.